Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bu ko'rib turganingiz ovozali joy namoz. Bu nima desanglar, men hozir ochib tayyorlab qo'ydim. Anchadan beri ko'pchilikda savol tug'iladi. Bu nima funksiyani bajaradi deb. Bu joy namoz sizlarga ibodat qilishni o'rgatadi. Ya'ni namozlarni har xil, masalan, qazo namozlari bo'lishi mumkin, safar namozlari, musofir namozlari, azondan keyingi duolar, hammasini ayollarga ayol kishining ovozida, erkaklarga erkak kishining ovozida o'rgatadi. Ko'rishingiz mumkin. Azon duosi, suralar, bomdod namozi qilishi, peshin, mana bu yoqda asr, shom, xufton, undan tashqari 3 rakat vitr, tahajjud va qazo namozlarini ham qanday o'qilishi ko'rsatilgan. Ya'ni joy namozi ustiga turib yoqqaningizdan keyin xohlasangiz erkak, xohlasangiz ayol kishining ovozini tanlaysiz va qaysi namozni o'qimoqchi bo'lsangiz o'shani bosasiz. Undan u yog'iga hammasini shu ovoz sizga o'rgatib turadi. Batafsil yana ushbu profildan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.